Mana do'stlar, non narsam olib kelib turibdi. Bo'lsa. Har kim ketiraveradi, kuch-qudrati. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana bizda iftorlik marosimi bo'ladi inshaalloh birozdan keyin. Sizlarga mana hozir quyosh botyapti. Inshaalloh buni ham sizlarga e'tiboringizga havola qilamiz. Har yil e'tiboringizga havola qilib kelyapmiz do'stlar. Mana bu yil ham ayni shaklda bugun chorshanba kun 18-fevral Afg'onistonda ro'za Ramazon kuni hisoblandi. Ro'za Ramazon kuni mana chorshanba kuni hisoblandi. Biz chorshanba kuni ro'za Ramazon kunini belgiladi Stir mahkama Afg'onistonda. Hozir biz ro'zamiz mana bu kun, chorshanba kuni. Erta 19-fevral kuni ham ro'za bo'ladi. Boshqa davlatlarda bo'lsa 19-fevral kuni ekan. Bizlarda bo'lsa 18-fevral Arabistonda ham ayni shaklda ekan. Mana hozir biz ro'za mana birozdan keyin nima deydi? Iftorlik marosimi boshlanadi. Mana hozir bu yerda top o'ynab o'tiribdilar bolalar og'zochargacha. Mana endi asta-asta inshaalloh tezlikda qarindoshlar, qavmlar narsa olib kelaveradilar masjidga. Mana bu odam ham bu yerda shunaqa odat bor, har kim topganini masjidga keltirib yeyveradilar do'stlar. Mana hozir bu inson ham keltirib o'tiribdi. Mana obi Zamzam, Arabistondan kelgan obi Zamzam suv. Mana bu hoji aka keltiribdilar. Bo'lya inshaalloh. Ro'zani birinchi kunida mana bu odam hozir nima olib? Nami nonmi? Voy maşallah. Ko'p yaxshi. Vatani janobi. Vatani. Inshaalloh gitsang, baxil sapna magsang, parda git kelding. Bir botul ma'dal qajin suv. Boshqa zo'rlar. Mana do'stlar, har kim kuch-qudrati yetganicha olib kelaveradilar. Mana quyosh ham botaydek bo'ldi. Mana do'stlar, quyosh botyapti. Mana. Endi birozdan keyin narsa ham kela boshlaydi. Mana yana osh keldi. Mana. Gel. Oy nomi xudo. Arabistası bundan kaçı? Evet, gel ver her yerde koymaydı ver. Mana birodarlar, iftorlik marosimidan ozgina vaqt qoldi turibdi. Bir ekşem çay koy kidan da. Mana do'stlar, bir kutish marosim bo'lib turibdi. Iftorlik birozdan keyin bo'ladi. Mana ikkita xurmo. Mana iftorlik marosim bo'ldi. Alloh.
do'stlar, har kim topganini olib keladigan. Uyda bordirmi? Ay uydan qaytib berasiz. Na, bo'la bo'la. Alkı şurada var ya alkı. Bechining cho'rishlar bor. Barabarında bugün akşam markete var. Ertadan Mana buni. Ala tutuşun buna. Al. Mana bu kishi bo'lsa taqsimlab chiqadi. Mana barcha cho'rdi işte. Ha, bordim öyle tanqulab bordim. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن Mana do'stlar, endi namoz o'qishga boryapmiz. Mana do'stlar, namozni o'qib bo'ldik. Do'stlar, iltimos sizlardan obuna bo'lib, like bosib, qo'llab quvvatlab turinglar.